Assalomu alaykum O'zbekiston qo'y bozori kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva ishqibozlarining hurmatli obunachilar. Kecha kanalimizga tashladik, qo'chqorlarimiz yo'lga chiqyapti-da. Mana xudo xolasa kelar Farg'ona viloyati Toshloq tumani Dev Tekstilning oldiga elitni Hisor qo'chqorlarimiz yetib keldi. Bugun hafta kuniga payshanba 23-oktyabr 2025-yil akalar. Mana shu ko'rib turgan qo'chqorlar Farg'ona viloyati Toshloq tumani Dev Tekstilning oldiga yetib keldi. Akalar bemalol ekran nomeri aloqaga chiqishi ham mumkin. Xohlasa buni orqasidan yana buni boshqa partiyalari ham bor ekan. Ularning nari mashinalar endi kelargan. Hozir birinchi reysimiz keldi akalar. Xo'p, bularning soni 60 dona ekan. Qo'chqorlar qaranglar. O'ta ham go'zallar ekan. Kecha kanalimizga tashlaganmiz, yo'lga chiqyapti, mana 22-kuni yo'lga chiqqan, 23-kuni akalar mana yetib keldi akalar. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol telefon olib kelaverasizlar. Qo'chqorlarning o'ta ham kuchlilaridan ketdi. Ishlardan, chorralardan kuchli bo'lib ketdi. Qo'zilar aka. 3-4 damani berib yuboradiganlari ketdi akalar. Yaqin qo'chqorlar o'ta ham chiroyli ekan. Sariq so'raga bitta oqidan ham bor ekan. Oqti ham o'ta ham go'zal ekan, oqa. Bu qarang sariqni kuchlisi. Boqaman degan obunachilar. Sarig'idan so'raganlar, sarig'ning o'ta noyoblari ketdi. Haydayveramiz ichkariga. Agar qo'chqorning liderini, qo'chqor chempionini olib boqaman deganlar bemalol telefon qilib aloqaga kelishlari mumkin. Hurmatli obunachilar, unaqa soni ham unaqa ko'p bas ekan. 2 ta 3 ta bas ekan bular soni ham. Bilasizlar, zo'r narsani soni ham oz bo'ladi. Soni cheklangan ekan. 60 dona ekan. Qarang, bir xilda terilgan asar ana bir xillar terildi ekan. Terilganda ham o'ta kuchlar terilgan ekan. Qiziqqanlar bo'lsa havas qilganlar bo'lsa bir dona like bosib, chiroyli kommentariy yozib qo'yasizlar. Narx-navolarni yo'lda qilib berishadi. Ekranga nomerlarni qoldirib qo'yamiz. Mana qo'shqorlar. 5 ta olasizlar, 10 ta olasizlar videosini Telegramdan tashlab berishaveradi. WhatsAppdan ham bor. Bundan tashqari mana bu yerda arashan so'raganlar, arashan soliqlardan, tozalaridan kelgan. Bo'g'oz soliq so'raganlarga bemalol aloqaga chiqib kelishlar mumkin.